Aşkım, ben hikaye bayan qilib Sosoki. Endi bu ishlarga bu xalqni qo'ygan, bu xalqni mening nomimda undar ichib paranglashgan bu ishlarning hammasini ajam taygan bo'lsa-mu, lekin boshqalarga ishontirib bo'lmadim. Boshda loyiqim ishongan bo'lsa-mu, biz to'yga qo'ygandan keyin bu loyiqimni izlaganlar bir qadar chiqlab ketdi. Hatto bu ajamga qo'yilganlarmi mening nomimda ajam pul deb xashiga odamning soni 10 dan oshqanlik uchun bular birlashib arisundi. Hatto muhabbatim bilan men muhabbatim bilan yurgan anda paranglashgan, manda paranglashgan bu o'ttirliqdagi gap so'z. Dastlabda muhabbatim qabul qilgan bo'lsa, keyin har qancha tushundirsam-mu qabul qilolmadi. Chunki uning atrofida ma'lum darajada salojlar bo'ldi, andaq-mandaq deb kuch ketadiganlar bo'ldi. Bizning to'yimizga dastlabda qo'shilgan dasi keyin bu avarchilik, bu beshvarchiliklardan beshimizni saqaytaylik dedim-u, qo'shilmay turib oldi. Shundaq mening to'yim buzildi. Sotqama tushgan bo'ldik. Bu yerda endi chiqib ketgan ko'ngilsizlik, behjiq. Hattoki men mushu ajamning ustidan erisundim. Bir kun kelib qo'l qo'ying dedi. Bag'an vaqtimda ajamga 100 ming yerdan jarimani qapashqani qaqti so'qti qilgan deb, andan boshqalarning surat huquqiga daxl tarz qilgan deb hatto kesim e'lon qilganligini aytdi. Qo'l qo'ying eng kuchli bo'ladi deb. Bir qo'sa qirinishimga yana bo'ptilar deb ariznamani qaytarib yinib keldim. Ajamni bu o'tliqda menga yig'lab va'da bergan bo'ldi, qasam ichgan bo'ldi, jinim sani bu da unda qilmayman. Men bundaqla oddiy o'ylab qaptiman deb. Bo'ladi. Ajamkan, endi xalq nim bo'pti, sanisi ariz qilibdi, sanisi so'l tegibdi deydigan gapga qolmay bir qo'sa qirindashganmiz bo'ptilar deb bu ishni o'tkazib lekin muhabbatimning otasi bu to'ydan yinib olgandan keyin muhabbatimni bo'ldi. Men bu ishlarni zodi qabul qilolmadim. Bek chiqish men bek charchadim. Men bek charchadim. Bu ishlarni po'qim toza bo'lolmadim. Bo'ldi mishaychi bo'lsin deb ketdi. Yana dadasi bilan qarmayda turdi bu. Gerçi kichik vaqtda bizning mayda turgan bilan shunday qilib bu to'ydan yinib u ketgan bo'ldi. Shunchalik azoblandim. Men haqiqiy bu umrimni yaxshi ko'rgan ikkinchi odamimga tegamaydigan bo'ldi. Mening taqdir peshonam nima degan kosh deb shunchalik yig'lab urdim. Tuzakkilimni bir narsa o'tmaydi. Hech qanday odamning gapi quloqimga asla kirmaydi. Qo'lim tex ish qilmaydi. Tex bir g'ururlashib yotqanni keldi butun esiyadim, butun kallam shunada. Muhabbatim bu yerdan qaytib ketib saq bir oydan keyin uning to'y xabari keldi. Cho'larni tanishtirish bilan shu maladagi yavash esil qizdan birini apti. Yuragim shunchalik og'irdiki, ajoyib bu ochiq hislarimni faqat bir o'zim his qila olaman. Bu to'y xabarini anglagandan keyin yana bu muhabbatimning kuyunishlariga, yaxshi ko'rishlariga, menga madad berishlariga men ko'nib qolgandim. Bu muhabbatimning to'y xabarini anglagandan keyin ichim ajoyib ochiq bo'ldiki, menga xuddi najimlikni urib sanchib aytgandek ajoyib bir beshim og'rib ketdi. Bir chiqagan bilmay esim yo'q dema. Endi davom qilib qo'llarim kirishib tatishib qolgan, og'zimdan mazg'ab chiqadigan ishlarning hech qaysi yo'q. Bu qitim faqat ko'zimni paqirtib ichib yotaman, bedanimda hech qanday sezim yo'q. Qo'llarim muzdek, ular jiddiy qutqizishga apari shulan tuyib turdim. Hatto doktorlar umid yo'q deganda gaplarni qildi. Bunimi tuyib turdim. Hatto doktorlar ochiq bir qilsanglar bo'lgan o'xshaydi degan gapni qildi. Akam yo'q, umidni uzmaymiz, sanim yaxshi bo'lib ketadi dedi. Shu jarayonda ajamniki qochdigan necha destek saldi akam. Qo'limda, ko'zimda mana piqirtibmi qaramayman, og'zimdan asla gap chiqmaydi, lekin bir sezib turibdim. Chal uyqa bo'lsa atrofimizda gaplarning hammamiz kirdi, esimizda qoladi bizlar. Shuning o'xshash qulqimga gap kiryapti, ammo men manda qilgan, men manda demoqdim. Men manda bo'ladim, yo'q, unda sezimanda yo'q. Ajamning tastiga urib turib, mushu kunga sen qo'yding. Uning oldida xato odam yotib qolib, shu odamning dadini tatgan bo'lsa, men endi qarindoshlardan mushu azarlarni yeyotdi. Sen sababchi mushunga endi xush bo'ldingmi? Sening maqsading mushumidi? Deb ajamni xeyli beklar qaratlab tillab nishtasdek urvag'ami bo'ldi akam. Jon achchig'a patmay mening ma ahvolimni ko'rgandan keyin shunda qilib 10 kun kuzatish uyda yotgan bo'ldim. Bu jarayonda doktorlar yana eng yaxshi ko'rgan odamni kelib chiqarib yaqibdan bedenini to'xtamay shunday silib holatda silab biringlar. Asli kep qolsa tali bo'lmasa o'simlik odam bo'lib qolishi yoki asta chiqib beqivasanglar bo'ladi. Buning ortiq demasakmi tushundinglar degan gapni qildi. Ammo quloqimga gap kiryapti. Men menda bo'vatimi? Yo'q, unda menda sezim yo'q. Unda diyet. Hatto qo'llarimni bir midritib, buni menda bir ko'zimni quyruqdim. Qaramayman. Ammo quloqimga gap kiryapti. Ko'zimni hatto midritmayman, ko'zimni qarsam. Shunda qilib akam oldimda yig'lab turib yo'lishimga telefon qildi. Bollarni ekegan bo'lsangiz yoki men berib eklay. Bollarni bir mushu sonimdan endi turib bir necha kun ancha-muncha qilib o'ynab qilib bergan bo'lsa, desa o'zi o'lmamdan nima ishim? Yilg'i og'rib qopti, yana birini bo'lib qolsa, mening karim yo'q, bollarni avatmayman, bollarni bermayman dedi. Men shuncha japolarni tug'ib, shuncha japolarni davoltib, biqib, shu holatga ekegan bollarimga ega bo'lamadim. Shuna qilib bu bollarni ekamagan bo'ldi. 10 kundan keyingi ahvolimda hech qanday o'zgarish bo'lib ketmadi.
Akam bechara meningdek singlisi uchun meningdek shu yetiq yetib qolgan jini mesha kelib qolgan qarinish uchun hiliqib plastik to'xtamay yollardi. Bo'pti o'lsa o'lmamdi nima ishim endi meni izlamanglab bolni avatmayman, ko'rsatmayman, nima bo'lsa deb telefonni qo'yib etdi. Akam bechara telefonni qo'yib etib o'zini testaylab yalanni mushlayapti. Oxiri shunchalik azobli, shunchalik tez holda oxiri o'ylig'imni tilimni medirtib aron deganda deyaldim. Men nima qildim? Men nima qilganimga bu taqdirning ochiq qismatlarga qolaman deb bu gapni bir uqtamadim ajoyib tasdi dedimki, menimga bir og'riq kirib ketib qolganini bilmayman. Men ko'zimni olsam boshqalar taraf-tarafdan meni besib o'qilib davolashib berib yetibdi. Voy bu men oldin qaytim yotgan ya emas, men nima bo'ldim, nega yotgandim, nima ish bo'ldim deb bo'g'cha atrofimdagilar keldi. Men nima deganman desam, ya'ni ruhiy kasalliklarni davolash, kuzatish uyda ekan. Men esimga kelgan vaqtimda allaqachon oldin qaytim ko'zimni ochib shu gapni aron deyaldim degan vaqtimdan hozirgi vaqtimda 5 oy o'tib ketibdi. Bu o'ttirliqdagi hech qanday ish xuddi xotiramni yuvayotgandek hech qanday bir narsa yodimda yo'q. Shu men o'ttirliqda oldin qaytim esimdan ketib, akam iliqning telefon qilib qilgan chog'dan hozir ko'zimni olsam, xuddi bir narsa soatdan keyin esimdan kelgandeklar. Amaliyotda saq 5 oy o'tib ketibdi. Shunda qilib bu sanatoriya shunda qilib bu neyrokisliklar doktorxonasidan men esimga kelgandan keyin mendek o'zgarishlarni ko'rgandan keyin yaxshilandi deb men esimga kelgandan keyin saq holatimda esimga kelgandan keyin saranlik qilavermayman deb yedi. Bo'ldi xotirasi asli keldi, yaxshi bo'ldi deb ma'lum vaqtdan keyin bu doktorxonadan qog'oz qilib meni uyga chiqardi. Uyga qarindoshlarim opam keldi. Shunda uyga qaytib keldim. Ammo uyga kirsamlar yana yiliq o'tmish. Yana yiliq ajrashgan, yana yiliq bola, yana yiliq mabdim. Kallamda xuddi shu lintidek mang'udu bu yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa mang'udu. Yana yuragim og'riydi, yana beshim og'riydi. Bu 5 oyda men hech nimani eslayolmay o'ylab baqsam bir xil rahat bo'lib qolib ekanman deyman. Esimga kelgandan keyin hamisha yana qayta-qaytan xuddi televizor qo'yilgandek yana kallamda bu lintalar qayta-qaytan qo'yilishga boshladi. Endi hammaga nafratlandim. Mushu kunga qilishim kimlar sababchi? Nimishga bundoq bo'ldi? Yana o'zimdan nafratlandim. Men nimishga o'lib qolmayman, nimishga yashayman deb